Real Madridda qora kunlar davom etmoqda. Real Yevropa Chempionlar Ligasining markaziy o'yinlaridan birida Manchester Cityga qarshi o'yinda 1-2 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Assalomu alaykum qadrli Real Madrid jamoasining ashaddiy muxlislari, barchangiz bilan Real Madrid yangiliklari kanalida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hozirgina Yevropa Chempionlar Ligasining 6-turidan o'rin olgan markaziy bahslardan biri o'z yakuniga yetdi. Unda Real Madrid jamoasi Angliyaning top klublaridan biri bo'lgan Manchester City jamoasini qabul qildi va ushbu uchrashuvda 1-2 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Biz siz bilan hozir ushbu o'yin haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Undan oldin siz videoga like bosishni va kanalimizda yangi bo'lsangiz unda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshlaymiz. Yevropa Chempionlar Ligasining 6-turidan o'rin olgan o'yinda Real o'z uyida Manchester City jamoasini qabul qildi. Uchrashuvning birinchi taymidagi gollar uchrashuv taqdirini hal qildi. Birinchi taymda dastlab Rodrigo uchrashuvda hisobni ochgan bo'lsa, 28-daqiqada Rodrigo gol muallifiga aylangan bo'lsa, undan keyin 38-daqiqada Nico O'Reilly Manchester City jamoasida dastlabki golga mualliflik qildi. Undan keyin esa 43-daqiqada Antonio Rudiger Hollandga nisbatan o'yin qoidasini buzdi. Undan keyin hakam VARni tekshirib chiqib, Real Madrid darvozasiga penalti belgiladi va penaltidan Erling Haaland adashmadi 1-2. Shuning bilan birinchi taym o'z yakuniga yetdi. Birinchi taymda boshqa gollar kiritilmadi. Tanaffus vaqtida Xabi Alonso o'zgarishlarni amalga oshirgani yo'q. Keyin 60-daqiqalarda Alonso birin-ketin o'zgarishlarni amalga oshirdi. Bilasiz, Realda ko'plab yo'qotishlar borligi sababli Alonso ko'p o'yinchilarni maydonga tushira olgani yo'q. Eng katta yo'qotishlarimizdan biri bu Kylian Mbappening maydonga tushmagani bo'ldi. Mbappe qo'lini sindirib olganligi sababli uchrashuvda ishtirok etmadi. Ikkinchi taymda esa Arda Güler, Brahim Diaz, undan keyin esa Endrik maydonga tushdi, lekin ushbu o'zgarishlar o'z so'zini aytgani yo'q. Real borni berib harakat qildi, lekin gol urishga erisha olmadi. Ikkinchi taymning ikkinchi yarmida Real kuchli bosimni yuzaga keltirdi. Birin-ketin vaziyatlar o'sha Endrikning bosh bilan bergan zarbasi darvoza ustuniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Xullas, Realga ushbu uchrashuvda boshqa gol kiritish nasib etmadi. Xabi Alonso uchun so'nggi imkoniyat o'yini deb atalayotgan edi. Shuning uchun Alonso jamoasi borni berib harakat qildi. Endrik o'rniga, Endrikni maydonga tushirgan payt u Asensioni almashtirgani ko'pchilikni hayron qoldirdi, chunki himoyachi o'rniga markaziy hujumchi. Bu Alonso uchun g'alaba kerakligini yaqqol bildirib turar edi. Afsuski, Real Madridga ushbu o'yinda omad yetishmadi. Madridliklar 1-2 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Shuning bilan hakam o'z hushligini chaldi va uchrashuv yakunlandi. Shunaqa gaplar do'stlar, uchrashuv mana shunday tarzda o'z yakuniga yetdi. Real Santiago Bernabeuda mag'lubiyatga uchramoqda. Manchester Cityga qarshi ajoyib ketayotgan statistika o'z yakuniga yetdi. 4 uchrashuvdan beri Real Cityga yutqazmayotgandi va ushbu uchrashuvda mag'lubiyatga uchramoqda. Uchrashuvda kiritilgan gollar, videolar Telegram kanalimizda joylangan. Bemalol o'tib ushbu gollarni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Telegramga o'tish manzili esa kommentariyada ko'rsatib qo'yilgan. Kommentariyadagi silka orqali kirib Telegramga o'tib uchrashuvdagi kiritilgan gollarni Davron Fayziyev sharhida tomosha qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Fikrlaringizni esa izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Sizningcha Xabi Alonso Realdan ketishi kerakmi? Realda nimalarni o'zgartirish kerak? Albatta, hamma fikrlaringizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu videoga esa kamida 1000 tacha like yig'sak, undan keyin yangi video tayyorlaymiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi endi videolarimiz, chunki YouTube ga qo'yayotgan videolarimiz YouTube dan o'chirib tashlanmoqda ma'lum bir sabablarga ko'ra. Hozircha esa bizda shular. Bir necha soatlardan keyin yana ko'rishamiz. Xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang. Xayr, sog' bo'ling.